14. Qurbanlıq. Pərverdigarım, maňa yaxşı bir perzent ata qılğın. Biz İbrahimga nahayıtı mulayim bir oğul bilen xoş xəbər berdik. O, İbrahimning işlariga yarğıdek bolğan çağda İbrahim, "Ey oğlum, men seni boğuzlap qurbanlıq qilishqa əmr qilinib düşəpdimen. Peygamberlerinin düşü haqiqatdir ve ularning işleri Allah'ның əmri bilen boladı. Oylap bakına, senin qandaq fikrin ba?" dedi. O aytdi, "Ey ata, nimege buyurulgan bolsan şunu icra qılğın. Xuda xalısa onunğa meni səvr qılğuç tapsan." İkisi Allah'ның əmrige boysundu. İbrahim onu, yani oğlunu boğuzlaş üçün yeni yatqızdı. Biz onunğa, "Ey İbrahim, yeliq düşni işqa aşırdın. Yani düşüngde buyurulganını beca keltirdin" dep nida qıldık. Biz haqiqatan yaxşı iş qılğuçılarını muşundaq mukapatlaymiz. Bu haqiqatan roşan sınaqdır. Biz onun o'rniga çoğ qurbanlıqni, yani cennetten çıqqan qo'shqarni berdik. Keyinkiler içide onunğa yaxşı nam qaldırdık. İbrahimga salam bolsun. Sürü Seffat 101. 109. ayetkice. Allah'tan, periştilerden ve dünyanın ahirki günüge keladigan barliq müminlerden salam bolsun. Çünkü o insaniyetke Allah'ның iradesiga hech qanday shartsiz taslim bo'lishni o'rgatdi. U insoniyatga oshiqni o'rgatdi. Ishiqning ko'ydirmaydiganligi, oshiqning o't ko'ymaydiganligini o'rgatdi. Allah'ni razı qilgan İbrahimning martabasini Allah yuqori ko'tardi. Uni dunyoda unutilib ketmaslik bilan mukofotladi. O insoniyatga beg'ishlashning nimaligini, eng qimmatlik borliqini eng ulug' bo'lganga atashni o'rgatdi. Bu bir rejissorlik, bir teatr sahnasi emas edi. O yillarcha tortgan farzand hasratidan keyin ega bo'lgan jigar parisini qurbon qilganida ya bir chaqchaq ya bir ko'z bo'yamchilik qilib salmadi. "Balam ketirgan bo'ldi" deb nido qildi. Ammo Allah uni sınagan edi. İmtihandan o'tdi. Bu sınaq İbrahim üçün o'tqa tushishdanmi qiyin bir sınaq edi. U bu sınaqdanmi nuqsonsiz o'tdi. Taslimiyetini texmi chingaytgan edi. İbrahim alayhissalomning roli. Kabe'ge ilip beriladigan tögini Allah'ның dininin alametlerinden, yani hacning ahkamlarından qıldık. Ularda sizlerge nurgun paydı ba. Ularni qatar qilib turg'uzib, yani ularning oldi sol putini bağlab, 3 put bilan turg'uzib bo'g'izlig'inglarda Allah'ның ismini tilga elinglar. Yani Bismillah danglar. Ular bo'g'izlanib jini chiqqanda ularni yanglar. Qanoatchan muhtojlarga va soillarga beringlar. Sizlarni shukr qilsin deb, u to'gilarni sizlarga bo'ysundirib berdik. Ularning go'shlari va qonlari Allohga yetib bormaydi. Allohga yetidigini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Allohning sizlarni o'zining ahkomlariga yetakliganligini ulug'lashinglar uchun Allah ularni sizlarga ashundoq bo'ysundirib berdi. Yaxshi ish qiluvchilarga oxiratda baxtga erishadiganligi bilan xush xabar bergin. Sura Hajj 36-37 oyatlar. Qurban taqarrub din türlenib chiqqan, ya'ni yaqinlashmoq, yaqin bo'lmoq. Arab tilida fulan vaznida kelgan barliq kalimalar oid bo'lgan ma'noga eg'izgacha to'lib toshgan degan ma'noni ifodalaydi. Şu halda qurban insanның jinining barcha Allohga yaqinlashish irodasining bir ifodalanışıdır. Qurban hayvanның insonga bergan eng esil darsidir. Chunki inson
mutlaq o'ziga beg'ishlanish uchun bir ishik izlaydi. O'zini atashga loyiq yegona ishik Allohning bo'sug'isidir. Boshqa bir ishikka atalgan tugashgan bo'ladi. Chunki insonning taslimiyatini o'z foydasiga qo'llanmagan yegona nupuz sohibi Allohdir. Ani shu haqiqatki Allah bendisining qilgan qulchiligidan har qanday bir foyda kutmaydi. Aksicha, qulchilik qilishdan manfaatga erishadigan birli taraf insondir va bumu Allohning insonga bo'lgan sevgi, shafqat va marhamatining bir ifodasidir. Qurban ashyoni o'z o'rniga qo'yishdir. Hayvonni hayvon o'rniga qo'ymagan insonni inson yeriga qo'ymas. Hayvonlarni Tangri deb qo'rqib yurgan qadimki din sistemasi insonlarning hayvonga qurban qilinganligidek ta'tir bir odat shakllantirgan edi. Bu maxluqotning daraja tartibini buzishdir. Jon egisi hayvonlar dunyosi, ruh sohibi insonlar dunyosidan tuvan kategoriyaga oiddir. Shunlashqa hayvonlar insonlarning xizmatiga tayin qilingandir. Bu ilohiy qonun. Boysundirish siridir. Buningga qilingan e'tiroz bo'lsa, mavjudlik kategoriyasining ilohiy iroda bilan turg'izilgan maxluqotning daraja tartibiga qilingan e'tirozdir. Haqiqatan bu qabul qilinmaydi. Madanlar, o'simliklar, hayvonlar va insonlardan tarkib topgan 4 moddiy mavjudlik kategoriyasi orasidagi daraja tartib munosabatini har qanday bir nuqtadan keyniga qaytarishga bo'lmaydi. O'simliklar madanlardan, hayvonlar o'simliklardan, insonlar har uchidan foydalanadi. Faqat madan qurbon qilinmas, o'simlik qurbon qilinmas. Ularning qurbon bo'lishi xayrlik holda ishlatilishidir. Ya'ni Alloh rizosi uchun biriga oltin kumush va ularning o'rniga ishlatiladigan qimmati o'xshash darajadagi har qanday pul yoki ozuqliq qimmatiga ega har qanday bir badalsiz yordam qatorida berilishi mumkin. Bu majburiy yoki ixtiyoriy bo'lish hukmi bilan zakot va o'shra, sadiqa va ya infoq deb atiladi. Faqatla hayvonlar Alloh yo'lida qurbon qilinadi. Qur'onga asosan Allah'tan başqasıga atab qurban qilingan bir hayvanning go'shini yeyish haram qilingandir. 2. sura 173 oyat, 5. sura 3. oyat, 6. sura 143 oyat, 16. sura 115 oyatlarga qaralsin. Hayvonlarning jiniga Allah'tan başqaga o'ltirmaslik prinsipi hayvon bo'lgan taqdirdimi jonliqning elib yurgan joniga hurmatdir. Allah bergen o canını eliş, gerçi hayvan bolgan taqdirdimi faqat Allah namida bo'lish kerak. Bu hem öldürülgen qurbanning maddi jihatdan qonunliq bo'lishi hamda ma'naviy jihatdanmi qonunliq bo'lishining sharti edi. Bir narsaning Allah uchun qilinishi amr qilingan bo'lsa, Allohga iymon etgan mu'minning as-isiyadi shu to'g'riliq bo'lish kerak. Bu mavzuga kirganda tilga elingan oyatlar ichida o'tgan Allohga ularning go'shlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetidigini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Sura Haj 37-oyat degan oyatlar hayvonning Allohdan boshqasining nomiga qurbonlik qilinmaslik sharti bilan birlikda tushunilganda haqiqiy ma'nosini topgan bo'ladi. Bu ma'no ongdir. Haqiqatan taqvolikmi insonning Allohga qarta mas'uliyat ingi emasmidi? Ong, ya'ni ong qilish ishning siridir. Ongsizlik qandaqdir haj ibodatini jafolik bir sayohat holatiga aylantirib qo'ygan bo'lsa, qurbonlik ibodatini hayvon bo'g'izlashdek tuvan o'ringa tushirib qo'ydi. İnsonni Allohga do'st va yaqin qilgan go'sh va qon emasdir. Uningga qarta his qilayotgan mas'uliyat ingimizdir. Qurban bu ingimizni qanchalik yuqori ko'targan bo'lsa, shu darajada qurbondir. Chunki bu ong yuqorilgan seri insonning Allohni tonish va tushunish darajasimi shuncha yuqoriga ko'tariladi. Allohni tonigan va tushungan seri
uning o'ziga yaqin ekanligini tushunib yetadi. Shunchalik yaqinki, bo'yin tomurdinmi yaqin. Asli qurban, qurbiyat yana yaqinlashtirish rolini mushundoq ifodalaydi. Qurban Allohga texmo yaqin bo'lish uchun pido qilishdir. Qurban aql bilan emas, oshiq bilan izoh etiladi. Aql tadbir o'ylig'inida oshiq qilishga tegishlik ishni qiladi. Qurbanning qimmatini Kimga qurbonlik qilgan bo'lsang, shuning qimmati belgilaydi. Allohning nomiga qurbon bo'lganlar u cho'ng tashqiriqi ho'yli ishkiga qimmat yuklash uchun emas, o'zlari u ishning qimmatidan pay elish uchun qurbon bo'lishdir. Chunki qurbon bo'lish jini bo'lgan har mavjudotning peshonasiga putilgan taqdiridir. Shundaqdimi, nurg'unlagan insonlar Chakini ishlar uchun o'zini qurbon qiladi. O'z qo'li bilan o'z qadr qimmatini yo'q qiladi. Pulga, ayolga, erga, martabaga, mansabga, dunyolikqa, saltanatga, shuhratga qurbon bo'lganlarning holiga voy degulik. Bundaqlar tarixda o'tgan 4000 yildan beri İbrahim alayhissalomning xotirasini 100 millionlagan er va ayolning kallasi va qalbida tirik tutgan narsa zodi nima? Uni bir o'ylab beqishsin. Qurbonning sana bergan esil darsini elishing uchun eng oldi bilan shaytonga qarshi turishing kerak. Chunki u beg'ishlishing va beg'ishlanishingga to'sqinlik qilib, seni bekorga chiqarish uchun bar amalini qilib harakatga o'tadi. Aqlingga kirib, oshiqingga ihonat qilishing uchun g'ayrat qiladi. Ham shaytonga qarshi jangni davomlashtirishing hamda aslingga sodiq bo'lishing kerakdir. Unutmag'inki, o'zrilik va nuqsoni bor qo'shqarlar qurbon qilishga yaramaydi. Qusursiz zotga qusursiz qurbonlik yarashidi va qusursiz zotga qusursiz iymon yarashidi. Iymonida nuqsoni borlar Allohga otinolmaydi. Iymonning a'zolari balki kam bo'lishi mumkin. Qo'li va puti yo'q iymon, tili va og'izi yo'q iymon, ko'zsiz, quloqsiz iymon bo'lishi mumkin. Bu ma'naviy meyiplik holatidir. Haqiqiy meyiplar bulardir. Quliqi anglamaydigan, ko'zi ko'rmaydigan, quliqi anglamaydigan, tushunish iqtidori tuvan, iymoni cho'loq biri. Tutqinini iymoni bilan tutolmas. Iymoni ko'r bo'lgan kishi ko'rginini iymoni bilan ko'rolmas. Iymoni g'as bo'lgan biri anglaganlarini iymoni bilan anglay olmas. Bu hol uningda butunlay ma'naviy g'aslik, ma'naviy g'achilik, ma'naviy ko'rlikqa yo'l ochadi. Ular g'astur, ya'ni g'as anglamagandek yaxshilikni anglamaydi. Ular g'achidir, ya'ni g'achi so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir, ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rolmaydi. Sura Baqara 18-oyat. Buni bilish uchun a'zolarning musulmon bo'lishini bilishing kerak. Qo'l, put, ko'z, quloq, og'iz va til musulmon bo'ladi. Ey mu'minlar, islom diniga butunlay kiringlar. Ya'ni islom dinining bütün ahkomlariga bo'ysuninglar. Ba'zi ahkomlarga amal qilib, ba'zi ahkomlarni tark etmanglar. Shaytonning yo'llariga va ig'vosiga agashmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. Sura Baqara 20-oyat. Islomga butunlay kirmaganlar, bütün vujudi bilan kirmaganlar shaytonning izini besib mangdi. Chunki ular iymonini ko'zlariga nur, tizlariga darmon, bilaklariga kuch, tillariga farmon qilib ifodalamadi. İmanni rəhbər qılmağanlarga şeytanni rəhbər qilishdan boshqa yo'l qolmaydi. Bir az o'ylansınız, tushunasiz ki, imanida nuqson borlar Allohga qurbon bo'lolmaydi. İmanlarga barmoqlarini shahid qilolmaydi. Putlarini shahid tutolmaydi. İmaniga organlarini shahid qilolmaganlar jonlarini hargizmi shahid qilolmaydi. Shu kunda ularning og'izlarini pechatlab etamiz. Ularning qilmishlarini qo'llari bizga so'zlab berdi.
putlari guvohlik berdi. Ya'ni har a'zo uningdan sodir bo'lgan ishni so'zlab berdi. Sura Yasin 35-oyat. A'zolar shohidlik qiladi. Nimalarga qandoq shohidlik qiladi? Buyruqlarni kimdan va qandoq olgan bo'lsa, Shuningga shohidlik qiladi. Ya'ni tut buyruqini iymondan olgan bir qo'l iymonning guvohisidir. Ko'rgin amrni iymondan olgan ko'z iymonning guvohisidir. Yur amrni iymondan olgan putimiz iymonning shohididir. Qurbonlikni qilgandan keyin ihrom cheklamalarining bir qismi bekor qilinadi va sen bir tarafdan shaytonga qarshi jangni davom qilg'ash, yana bir tarafdan sen o'ynayotgan rolning qilib qolgan qismini, ammo eng muhim qismini rol olasan. Cheklamalarning bekor qilinganligining simvollik ifodasi badanning takkili bo'lmaydigan qismlariga shakl jihatdan bir aralashish bo'ladi. Oyatdagi ondan ular kirlarini tozlasin, ya'ni ihromdan chiqqandan keyin chochlarini, tirnoqlarini olsin. Sura Hajj 29-oyat. Bu yerda buyruq shakli qo'llanilsa-mu, lavzi jihatdan bir amr emas. Balki ihromdagi cheklamalarning bekor qilinganligiga berilgan bir ruxsat deb tushunsak bo'ladi. 2-oyatdagi shikor qilsanglar bo'ladi. 5-sura Maida 2-oyat deb tushunilganidek 1-oyatni pokizlansangiz bo'ladi deb tushunishimiz kerakdir. Ihromdan chiqish uchun chochni oldirish go'yo namozdan chiqish uchun ikki tarafga salom berganga o'xshaydi. Hozirdan boshlab xeli ko'p haqiqiy tonish bilimiga va ongga erishgan mu'minsan. Allohga ahdnomangni yenglash uchun shaytonga jang e'lon qilib, qurbonlik bilan Allohga bo'lgan bo'yin egishingni dalillagan bir mu'min bo'lib, Allohning uyiga, erkinlik uyiga kirsang bo'ladi.